namoyish qilindi. Bugun prezidentimiz tashabbusi bilan kasbiy ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Toshkent turizm va mehmonxona menejmenti texnikumida zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan oshpazlik hamda restoran, bar amaliyotxonalarining foydalanishga topshirilishi ham so'zimizga isbot. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Prezidentimizning kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni tufayli bugun texnikumlarda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Shveysariya hukumati bilan hamkorlikda O'zbekistonda professional ta'limni qo'llab-quvvatlash loyihasi ham shular jumlasidan. Loyiha doirasida ta'lim muassasasidagi oshpazlik va restoran bar amaliyotxonalari yangi jihozlangan holda foydalanishga topshirildi. Tadbirda Toshkent shahar kasbiy ta'lim boshqarmasi, xalqaro hamkor tashkiloti vakillari, texnikum rahbariyati, o'qituvchilar va o'quvchilar ishtirok etdi. I'm the team leader of the Helveta Support to Vocational Education Systems project here in Uzbekistan. Men O'zbekistonda amalga oshirilayotgan kasb-hunar ta'lim tizimini qo'llab-quvvatlash loyihasining jamoa rahbariman. Bizning asosiy maqsadimiz kasb-hunar ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, mehnat bozoriga tayyor, barcha zarur kasbiy ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlashdir. Shuningdek, biz Toshkentdagi ushbu texnikum bilan ham mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yib, kasbiy ta'limni turli yo'nalishlarda qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz. Ushbu amaliyotxonalar ham yoshlarda zarur kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, ularni kelgusida mehnat bozorida faoliyat yuritadigan muhitga tayyorlash uchun ochilgan o'quv platformasidir. Kelgusida ham albatta hamkorlikda amalga oshiriladigan loyihalarimiz ko'p. Bularning barchasi yoshlar uchun. Ayniqsa hozirgi vaqtda turizm sohasida kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor beryapti. Bu borada davlat rahbarining bir qancha qaror, farmon hujjatlari bor. Aynan xalqaro ta'lim muassasalariga moslashtirish va xalqaro darajaga tan olinadigan kadrlar tayyorlash yuzasidan topshiriqlar bo'lgan. Aynan shu topshiriq yuzasidan Shveysariyaning Helveta tashkiloti bilan hamkorlik qilinyapti. Yashnobod turizm texnikumida xizmat ko'rsatishga moslashtirilgan o'quv laboratoriyasi ishga tushirilyapti. Bu o'quv laboratoriyani boshqa o'quv laboratoriyalaridan farqi ayni vaqtda xizmat ko'rsatishga ham zamin yaratadi. Shuningdek, o'quvchilar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Bugungi kunda texnikumlarda yangi ta'lim, yangi jihozlar, yangi moddiy texnik baza asosida yo'nalishlar ochilyapti. Mana bugun isboti Shveysariya hukumati tomonidan molashtirilayotgan O'zbekistonda professional ta'limni qo'llab-quvvatlash YETFORUZ loyihasi asosida mehmonxona, oshpazlik va restoran yo'nalishlarida moddiy texnik baza yangilandi. Bu albatta o'quvchilarimizni samarali malaka oshirishda juda katta foyda beradi. Bu sharoitlar albatta davlatimiz rahbarini aynan kasbiy ta'limga qilayotgan e'tiborlari, berayotgan ko'rsatmalari asosida qilinayotgan ishlarni bir ko'rinishi. Endilikda bu jihozlardan samarali foydalanish maqsadida texnikumda o'quvchilar ishtirokida taomlar, shirinliklar va ichimliklar, yarim tayyor mahsulotlar tayyorlanib, sotuv yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Albatta, bu kabi loyihalar kelgusida o'quvchilarning yanada samarali va professional faoliyatini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi.